mana shu daftarim topilmaganda, ishoning bu texnikaga ishonmagan bo'lar edim. Bu bo'yicha hayotimda bo'lgan bir voqeani sizga aytib bermoqchiman. Chamasi 2009-yillar 3-farzandim qo'limda chaqaloq va men bitta treningga borganman. O'sha treningda bizga smart texnikasini o'rgatishgan va u asosida maqsad yozing degan topshiriq berilgan. Biz o'rganib bu maqsadni yozganmiz va yillar davomida bu daftar yo'qolib ketdi. 2015-yilda ne ko'z bilan olib bu daftar topildi va ko'rayki, bu daftarimda yozilgan maqsad ro'yobga chiqqan edi. 2012-yilda men o'z oq Lacetti'imni haydashni boshladim va xo'jayinim bu Lacetti'ni menga sovg'a qilgan edilar. Lekin ishonasizmi, 2009-yilda bu maqsadni yozganimda na menda, na xo'jayinimda hattoki bitta Jiguli yo'q edi va bizni oilamizdagi ahvol u darajada yaxshi emas, moddiy qiyinchiliklar yuzaga kelayotgan davr edi. Ammo Allohning inoyati bilan bu maqsadga erishgan edim. Smart qonunining eng muhim prinsiplari bu: real bo'lishi, aniq bo'lishi, vaqt bilan belgilanilishi, nima uchun zarur ekanligi aniqlangan bo'lishi va albatta o'lchovli bo'lish kriteriyasi asosida yozilishi muhim. Smart texnikasi asosidagi bitta maqsadingizni mana shu video ostiga yozib qo'ying.